بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Alloh subhanahu va taolo buyuk Ramazon oyining muborak kechalaridan birida ushbu muhtasham masjidda o'tkazishga tayyorlanganimiz ma'rifiy suhbatni yuzaga chiqishida o'zi ta'minotchi bo'lganligi uchun ming va million shukrlarimizni aytamiz. Alloh taolo bu ma'rifiy tadbirni, chorani barchamiz uchun, bu dunyomiz, oxiratimiz uchun manfaatli bo'lishini nasib qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo o'zining azaliy irodasi bilan bu dunyoni va undagi barcha mavjudotlarni yaratganidan so'ng o'zini qo'li bilan insonni jasadini tuproqdan yaratdi va unga o'zini ruhidan jon puflab tirik jonzotga aylantirdi. Ana o'sha inson zotini yaratganidan so'ng Alloh subhanahu va taolo farishtalarga odamga sajda qilishni amr qildi. Farishtalar barchalari odamni ulug'lab sajda qilishdi, faqatgina iblis, shayton sajda qilmadi. Alloh taolo undan so'radi: "Men o'z qo'lim bilan yaratgan narsaga nimaga sajda qilmading?" deganida shayton aybini tan olmadi, balki Alloh taolo bilan tortishdi. O'zini gaplarini aytdi. Shundan keyin Alloh taolo uni la'natladi. Undan so'ng shayton aytdiki, "Seni izzating bilan qasamki", dedi Allohga. "Seni izzating bilan qasamki, men bularni, ya'ni odamlarni barchasini albatta ig'vo qilaman", dedi. Alloh taolo buni javobiga aytdiki, "Men ham", dedi, "seni va senga ergashganlarni barchasini do'zaxga solaman", dedi. Shayton qasam ichib, nomiki odam bolasi bo'lsa ig'vo qilishni o'z zimmasiga oldi. Alloh esa shaytonni va shaytonni ig'vosiga uchgan odam bolalarini barchasini do'zaxga solishga ahd qaror qildi. O'shandan buyon la'nati shayton odam bolalarini ig'vo qilib keladi. Har bir toifaga, har bir shaxsga o'ziga xos ig'vo qiladi. Ilmli odamga alohida o'ziga xos ig'vo qiladi, ilmsiz odamga o'ziga xos ig'vo qiladi. Erkakka o'ziga xos ig'voni qiladi, ayolga ham o'ziga moslab ig'vo qiladi. Yoshlarga alohida ig'vosi bor, qarilarga alohida ig'vosi bor. Ibodatga berilganlarga ham shaytonning o'zi tayyorlab qo'ygan ig'vosi bor. Ibodatsiz yurgan, peshonasi sajda ko'rmaganlarga ham tayyorlab qo'ygan ig'vosi bor. Qo'yingki, odam bolasi borki, hammasini bu la'nati ig'vo qiladi. Alloh ko'rsatmasin, uni ig'vosiga uchganlar bu dunyoyu oxiratni sharmandachiligiga o'zini tutgan bo'ladi. Uni ig'vosidan qutulib qolganlar esa Allohning rahmatiga sazovor bo'ladi. Bu dunyoda baxtli, saodatli hayot kechiradi, oxiratda jannatga tushib, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan, odam bolasining xayoliga kelmagan nozi ne'matlardan bahra topadi. Ana o'sha shaytonning ig'volaridan biri o'ziga ergashib yurib, shaytonning malayi bo'lib, g'ofil bo'lib, Allohni unutib, shariatni unutib, ibodatni unutib yurib, shahvatiga berilib yurganlardan birortasi tavba qilib Allohning yo'liga burilsa,
g'aflatidan ko'zi ochilib uyg'onsa, shahvatini tark qilish payidan bo'ladigan bo'lsa, shayton unga alohida ig'vo qiladi. "O, kechagina g'aflatda eding, endi bugun qayoqqa ketyapsan? Bo'lar ish bo'lgan. Uringaning hammasi behuda. Yo'q narsaga urinmaginda mana shu boridan bu dunyoda bo'lsa ham foydalanib qolgin. Shahvatingni qayoqqa yo'qotasan? O'rganib ketding. Butun boshingdan sho'ng'ib ketgansan bunga. Uni o'zgartirish mumkin emas. Qanaqa qilib o'zgartirasan? Umringni shuncha yilini shahvatda o'tkazding. Hammasi sening tanangga singib ketgan. Endi bugun kelib bir og'iz tavba qildim degan so'z bilan qutulib qolaman deyapsanmi? Deb ig'vo qiladi. Ana o'sha g'ofil yurganlar. G'ofil degani eng muhim narsani unutib qo'ygan degani. Shariatga yurmagan, ibodatda yurmaganlarni g'ofil banda deydi. Chunki Allohni unutib qo'ygan u. Shariatni unutib qo'ygan. O'zini bandaligini unutib qo'ygan. Ibodat qilishligini unutib qo'ygan. Bu dunyoda yaxshilik qilib yashash kerakligini unutib qo'ygan odamlarni g'ofil deydi. Hamma yaxshilikni unutgan. İnsanlarga yaxshilik qilishni unutgan. O'simlik olamiga, hayvonot olamiga, jamoat olamiga, butun dunyoga yaxshilikni unutib qo'yganni g'ofil deyiladi. Shahvatiga berilgan degani, shahvat degani o'zi nafs moyil bo'lgan narsa degani. Ya'ni havoyi nafs, insonni hayvoniy nafsi demak intilib turgan narsani shahvat deyiladi. Bizda jins ma'nodagi narsani shahvat deb o'rganib qolganmiz. O'zi aslida ana insonni nafsi nimani tusasa shu shahvat bo'ladi. Buni ovqatga nisbatan ishtaha deb ishlashadi. Ishtaha degani ham shahvat degani. Ya'ni ovqat yeb lazzatlanishni xohlashni, ovqatni shahvati deyiladi. Jins shahvati, mol dunyo shahvati, obro' mansab shahvati, shuhratparastlik shahvati, shahvatlar ko'p. Ana shaytonning ig'vosiga uchganlar bu yog'ini qo'yib, g'ofil bo'lib, g'ofillikdan shahvatga berilish kelib chiqadida, ana ham g'ofil, ham shahvatga berilgan banda bo'lib, shaytonning ig'vosiga uchib yuradi. Ana endi bir odamni bir sababdan ko'zi ochildi-da, tavba qilib, to'g'ri yo'lda, ibodatda, oxiratni, baxti saodatini izlashga urinib qoluvdi. Haligi aytgan nimani shayton ig'voni boshladi. G'ofilligingga necha yil bo'ldi, endi bir marta gapirib tavba qildim deganman qutulib qolasanmi? Urinma. Shahvating shuncha berilgansan, endi qayoqqa borasan? Bunga ko'nikib qolding, hech qo'lingdan kelmaydi buni tashash degan ig'voni qilyapti. Banda nima qiladi? Ana gap shu yerda. Shu yerda ulamolarimiz aytadilarki, qaysi bir odam shahvatidan qutulishini mumkin emas deb o'ylasa, g'aflatidan ajrashishini qiyin narsa deb o'ylasa, Allohning qodirlik sifatiga kufr keltirgan bo'ladi deydi. Chunki Alloh qodir. Alloh qodir, har bir narsaga qodir degan oyatni o'qisin, shunga iymon keltirsin. Butun dunyoni yaratishga qodir bo'lgan Alloh o'zini yaratgan narsalardan arzimagan bir zarra bo'lgan odamni shahvatini yo'q qila olmasmidi? Yo'q qiladi. Faqat inson o'zi qalbidan chiqarib shuni Allohdan so'rashi kerak. Alloh uchun bu hech narsa emas. Lekin shayton bo'rtib ko'rsatadi. Sen o'rganib qolding, berilib qolding, bundan qutula olmaysan, qo'yaver endi, urinib avora bo'lma, falonchi ham bo'lib, mana yana aynib ketdi deb xohlagan ig'vosini qiladi. Lekin mo'min odam tavba qildimi, g'aflatidan uyg'ondimi, shahvatidan ajramoqchimi, Allohning qodirligini eslasin va latifligini eslasin. Va kana Allohu muqtadira. Alloh o'ta qodir zotdir. Butun dunyoni yaratgan, butun dunyoni tutib turibdi, hamma narsani boshqarib qudrati yetyapti. Bitta bandasini g'ofilligini yo'qota olmasmidi Alloh? Bitta bandasini shahvatparastligini yo'qota olmasmidi Alloh? Kimki meni g'ofilligim endi o'zimga qolibdi, yo'qolmaydi bu, shahvatimdan qayta olmayman endi desa, Allohning qodirlik sifatiga kufr keltirgan bo'ladi. Bu juda og'ir musibat bo'ladi. Shuning uchun yo'q, to'g'ri, men shunaqa bo'lganman, lekin Alloh tavba qilsang kechaman degan.
Mani shahvatim dunyoni egallab qolganda ham Allohning qudrati yetadi buni ketkazishga. Mani g'aflatim yetti dunyodan yetib ortadaman bo'lsa ham Alloh buni yo'qotishga o'zi qodir degan aqidani qilish kerak. Alloh latifdir, bandalariga o'ta mehribondir, o'ta lutfi karamlidir. Shuning uchun banda qancha osiylik qilsa ham, qancha kofirlik qilsa ham tavba qilib kelsa lutfi bilan kechirib yuboraveradi. Yurg'izib yuboraveradi. Ana mana shu narsani insonlar juda yaxshi o'zlariga singdirishlari kerak. Hozir ko'p odam mana shu gapni aytayapti. Menga saytda savol kelganda, shu ruhiy tarbiya bobida asosan shu savol. Shuncha gunoh qilib qo'ydik, endi bu yog'i nima bo'ladi, undoq edi, bundoq edi degan gaplar haligi shaytonning ig'vosini tarjimasi insonlarning yozuvi bilan keladi. Ularning hammasini o'sha shayton to'g'ri yo'lga ketayotganini ko'rib chiday olmasdan ig'vo qilayotgan bo'ladi. Bu meni malayim endi ketyapti bu yoqqa qarab. Buni ig'vo qilib qo'ymasam bo'lmaydi deb urinayotgan bo'ladi. Mana buni yoshlar ayniqsa o'sha shahvatga berilganlar, g'aflatda qolganlar yaxshi tushunib olishlari kerak. Sidqidildan tavba qilsa, Allohning qodirligiga ishonsa, Allohning latifligiga ishonsa, o'zidangina yordam kutsa, Alloh uni demak g'aflatini ham yo'q qiladi, shahvatini ham yo'q qiladi, raviyadek, mo'tadil ravishda Allohning dinida borishini ta'minlaydi. Nima uchun? Chunki bandani Alloh o'zi yaratgan. Bandaning xususiyatlarini Allohning o'zi yaxshi biladi. Bandaning nafsi bor. Nafs inson jismdan va ruhdan iborat. Jismi demak hayvoniy deyiladi, ya'niki hayot uchun kerak narsa. O'sha jismni ta'minoti uchun ketadigan nafsning taraflarini hayvoniy nafs deyiladi, istaklar. Ovqat yeyish, jins shahvati, ichimlik, mansab, obro', manmanlik hammasi insonni nima? Mana shu tarafidan keladi. Lekin shu bilan birga Alloh taolo insonni oliy maqomlik ruhiy, ma'naviy quvvatlar bilan ham quvvatlantirib qo'ygan. Ikki taraf bir xil. Va nafsin va ma sawwaha fa alhamaha fujuraha va taqwaha deydi Alloh taolo. Nafsni va uni yaratilishini bilan qasam. Va o'sha nafsga fujurini, fisqi fujurini ham Alloh ilhom qilgan, taqvosini ham Alloh ilhom qilgan. Demak, ikki kuch insonda barobar turibdi. Fisqqa, fojirlikka tortadigan taraf ham bor, taqvoga, oliy maqomlarga ko'taradigan taraf ham bor. Nima uchun endi mana shu shahvat, insonni xohishi, mayliga bo'lgan narsalar yo'q bo'lib ketmaydi? Nimaga yo'q qilib qo'ymadi Alloh? Agar Alloh buni yo'q qilib qo'ysa, odam farishtaga o'xshab qolardi. Alloh buni qo'yib, buni yo'q qilib qo'ysa, ruhiy tarafni inson hayvonga o'xshab qolardi. Shuning uchun ikkovini bor qildi. Farishtadan ham o'zgacha, tilsiz hayvondan ham o'zgacha alohida bir maxluqni Alloh yaratdi, bandasini yaratdi. O'zi aziz, mukarram qilib qo'ygan inson zotini yaratdi. Mana bu demak, bu taraf ham mu'tadil bo'lishi kerak. Misol uchun mana shahvat masalasini oldik. Odamlar shahvatga berilsa, yo'ldan adashib, shaytonning mayliga kirib, hop Allohni unutib qo'yishi bor ekan. Lekin shahvatni yo'q qilib qo'ysa nima bo'ladi? Yo'q qilib qo'ysa odam yashay olmaydi. Ovqat yeyish ishtahasi yo'q bo'lgan odam yashashi mumkinmi dunyoda? Mumkin emas. Jinsga shahvati yo'q odam bu dunyoda yashasa nima bo'ladi? Nasl qirqiladi. Odam zoti o'ladi, bir pasda tugab qoladi. Demak, bu kerak narsa. Kerakligi qachon? Mo'tadil ravishda tursa kerak. Shariat chizib bergan chiziqda tursa, shahvat ham kerak, g'azab ham kerak, hamma narsa kerak. Misol uchun g'azab yomonlaymiz. Yomon g'azab qanaqa g'azab? Haddan oshgan adolatsizlik g'azabi. Lekin haddida turgan g'azab kerak. Agar insonni g'azabi chiqmasa, burib kelib so'ksa ham indamay turaveradi, ursa ham indamay turaveradi, dinini haqorat qilsa ham indamay turaveradi, u odamning odamligi qolmaydi. Demak, me'yorida, shariatning o'lchovida
insonga demak hayotga muhabbat ham kerak, shahvat ham kerak, g'azab ham kerak, va boshqa hislatlar ham kerak. Mana shu hislatlar hammasi mo'tadil ravishda shariat ko'rsatgan chegarada tursa, yaxshilikka xizmat qiladi. Ruhoniy qadr-qiymatlar esa doimo insonni yuqoriga ko'taradi. Ikkovi xuddi tarozining bir pallasi. Allohga erishaman, Allohning huzuriga ko'tarilaman degan odam mana shu ikki narsani shotishi bilan ko'tariladi. Bir taraf bilan emas. Mana u ham bo'lish kerak. O'sha insoniy Alloh taolo bergan xislatlari, demak o'sha g'azab kerakligicha kerak, shahvat kerakligicha lozim bo'lishi kerak. Boshqa narsalari ham bo'lmasa inson intilmaydi dunyoda. Ana shu ikki taraf bilan ko'tarilib boriladi. Buni Alloh taoloning o'zi joriy qilib qo'ygan. Shariatda o'lchovini qilib qo'ygan. Shuning uchun shaytonni gapiga kirmay, ig'vosiga uchmay, Rahmonning gapiga kirish kerak. Nasihatini olish kerak. Ta'limotini o'rganish kerak. Hayotga tatbiq qilish kerak. Ana inson mana shuni tushunib yetdi. Yashab yuribdi, yaxshi, hamma yo'q ketyapti. Lekin goh-gohida zaifligi tutib, shaytonning ig'vosi kuchayib qolsa, darhol Allohni eslash kerak. Doim Allohni eslash bilan, Allohni aytganini qilish bilan inson shaytonning ig'vosidan qutulib yuradi. Va ishi o'ngidan keladi. Hamma narsasi yaxshi bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vassalomni tarbiyalari shu, o'zlarini tutishlari shu, biz ummatlarga qilgan nasihatlari shu. Mana shu haqiqatlarni biz bilishimiz kerak. Allohni doim eslab turish uchun ibodat kerak. Aqimiz solata li zikri deydi Alloh taolo. Namozni meni zikrim uchun, ya'ni meni eslash uchun qoyim qilgan. Ro'zani nimaga tutyapmiz? Allohni eslash uchun tutyapmiz. Ro'za insonga Allohni doim eslatib turadigan buyuk ibodatdir. Ana, shaytonning ig'vosidan qolay, yomonliklardan chetda bo'lay, faqat yaxshilikka erishay, baxtli bo'lay, saodatli bo'lay, o'zim, oilam, elim, yurtim, butun insoniyatga faqat yaxshilik qilay, yomonlikdan tamoman chetda bo'lay degan odam Allohning ibodatini qiladi. Chunki ibodat faqat yaxshilikka chorlaydi. Shaytonning ig'vosidan, yomonliklardan saqlaydi. Doim ajr, savob, yaxshilik, xayr, baraka, baxt, saodatga insonni yetaklaydi. Mana shu haqiqatlarni biz anglab yetishimiz kerak, tushunishimiz kerak, hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Ana shunda baxt bo'ladi, saodat bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni shaytonning ig'vosidan o'zi asrasin. G'aflatda bo'lsak, g'aflatimizdan Parvardigoro zikr uyqusiga uyg'otib, g'aflatni tark qilishni, shahvatni tark qilib, doimo Allohning aytganida yurishimiz, o'zimiz, oilamiz, qavmi qarindosh, yori do'st, birodarlar, el, yurt, butun insoniyat uchun faqat yaxshilik yetkazadigan, barcha yomonliklardan chetda bo'ladigan bandalarimdan bo'lishimizni Alloh o'zi nasib qilsin. Alloh akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Alloh, ya Rabbal alamin. Biz ojiz bandalaring buyuk Ramazon oyining ulug' kechalaridan birida o'zingning uylaringdan bir uy bo'lmish ushbu muborak masjidda yaxshi niyat bilan taroveh namozida o'zingning kalomi sharifing, Qur'oni Karimni xatm qilaroq duo umid bo'lishi niyati bilan, umidi bilan o'zing amr qilganingdek qo'llarimizni ojizona o'zingga uzatib duo qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh ushbu qilingan xatmi Qur'onni savobidan o'tganlarimizni barchalarini o'zing bahramand aylagin. Parvardigoro Qur'oni Karimni tiriklarni barchasiga o'zing hidoyat mayog'i bo'lishini nasib aylagin. Xatmi Qur'onni ajridan, savobidan unda ishtirok etgan azizlarimizni barchalarini to'laligicha bahramand aylagin. Bu Qur'onni har bir harfiga beradigan ajringni, savobingni ko'paytirib bergin. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyatchi qilgin. Oxiratda shafoatchi bo'lib, qiyomatda o'zingning huzuringda
Robbim, bu bandang meni eshitaman deb bedor bo'lgan edi, meni eshitib xatmi Qur'on qilgan edi, men guvohlik beraman, buni jannatingga kirit deb qo'limizdan o'sha jannatga yetaklab kirishini nasib etsin. Parvardigora, bu muborak Ramazon oyini kunduzlarida niyat bilan tutayotgan ro'zalarimizni ham dargohingda qabul aylagin. Bu ibodatlarning gunohlarimizni kechirilishiga sababchi aylagin. Parvardigora, ro'zalarni kecha qiyomat kunlarida hammamizga shafoatchi bo'lib, qo'limizdan tutib, Rayyon eshigidan jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Alloh, bu xatmi Qur'onni uyushtirgan azizlarimiz, muhtaram imom davlamiz, u kishining noiblari, mutavalilari, masjid xodimlari, hay'ati a'zolari, qavmlari, bu xatmi Qur'on tadbiriga hissa qo'shgan barcha azizlarimizni ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergan. Masjidga qilgan xizmatlari, Qur'onga qilgan xizmatlari, ummatga qilgan xizmatlarini, ajrini, savobini ziyoda qilib bergan. Bu azizlarimizni hifzi himoyangda asrab, doimo shunday ulug' ishlarga bosh-qosh bo'lib, hamma narsalarni uyushtirib, xalqimizni duolarini olib yurishlarini nasib etgan. Alloh buyuk Ramazon kechalarida Qur'oni Karimni tarovih namozida avvalidan oxirigacha harfma-harf tajvid bilan go'zal ravishda xalqimizga o'qib eshittirgan qorilarimizni hifzi himoyangda asragin. Bu azizlarimizni zehnini yanada o'tkir, hafizalarini yanada baquvvat qilgan. O'zlarini sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik, baxtlik, saodatlik olaroq Qur'on nurini elda, yurtda, vatanda doimiy ravishda taratib yurishlarida o'zing yordamchi bo'lgan. Bularni tug'ib qilgan, katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgan. Alloh, bu qorilarimizga o'xshagan qorilarimizni sonini, sifatini yanada ziyoda qilgan. Alloh, xatmi Qur'onda somiy bo'lib tinglab turgan qavm a'zolarini hammalarini, bugungi kunda hozirda o'zingga qo'l uzatib o'tirib duo qilayotganlarni hammalarini, oila a'zolari, bola chaqalari, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari bilan sog' salomat, tinch omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavf xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Alloh, bemorlarimizni hammalariga o'zing shifoyi komil bergin. Mushkuli borlarning mushkulini oson qilgin. Musofiri borlarning musofirini hozir qilgin. Qarzdorlarning qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Hojatmanlarning hojatini ravo qilgin. Parvardigora, farzand talablarga qo'sha farzand bergin. Ilm talablarga ilm ladun, ilm robboniy bergin. Kasb-korlariga baraka bergin. Dasturxonlarini to'kun sochin, turmushlarini farovon bo'lishini nasib etgin. O'zlari bergan ne'matlaringga shukr qilib ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini, shaytonning ig'vosiga uchmasdan o'zingga Parvardigora ibodat qilib taqvo bilan yashab borishlarini, bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgan. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz, el yurtni tinch omon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin, o'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Yanagi Ramazonlarga sog' salomat, tinch omon qaytib kelib, bundan ham ko'p tarzda, bundan ham go'zal ravishda ibodatingni ado etib jamoatda birga bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.